Bugun 4-kun. Assalomu alaykum barchaga balkonga chiqib o'tirib montaj qilyapman. Menimcha shamol nimasi kelyapti, ozmoz. Havo salqin, shabada. Bugun juda ham chiroyli bo'lgani uchun aytimki, balkonga chiqib o'tirib montaj qildimda, o'tirib montaj qilyapman. Montaj qilishni bilmaganlar, men sizlarga montaj qilishni o'rgataman. Mabodo kimga kerak bo'lsa, kim internetga qiziqsa, menga o'xshab vaqti bo'lsa agar montaj qilishni, undan keyin internetga kirishni o'zim ham endi o'rganyapman, bilganimda o'rgataman. Keyin bugungi kunim ham har doimgidek boshladim bugungi kunda ham. Bugun yakshanba, hammaga dam olish kuni, hamma 10da, 11da uyg'onadi, mazza qilib yotib. Men esa tong sahardan uyg'ondim. Bismillahirrohmanirrohim dedimda. Tong sahardan uyg'ondim. Hamma dam oladiganlarga kunlaring yaxshi o'tsin, ko'ngillaringdagiday o'tsin deb qolaman. Montaj qilib video qo'ysam, bir ikkitalar yozibdiki, nima deb eplolmasang nima qilasan? Montaj qilgansan, yaxshi chiqmagan, videoga olgansan, yaxshi chiqmagan degan. To'g'ri, azizlarim, men endi yangi videoga olyapman. Yoqmasa o'rgatinglar, misol uchun mana shunaqa bo'ladi, men shunaqa qilaman, shunaqa video yuborganlarni ham nimasiga kirib qarasam, hech narsa yo'q. Lekin menga o'shanaqa deb yozgan. Mayli, men bilmayman, to'g'ri, men endi yangi kirdim, endi boshlayapman. O'rganib yaxshi bo'lib ketsam, xudo xohlasa, mabodo sizga kerak bo'lsa, albatta menga aloqaga chiqing. Men ana shu sen bilmaysan, yaxshi videoga olmagansan, yaxshi syomka qilmagansan, yaxshi nima qilmagansan degan negativchilar sizlarga albatta o'rgataman. Shunaqa qilib hammaga tong muborak bo'lsin. Keyingi videolarimda ko'rishguncha do'stlarim, albatta men bilan qoling, like bosishni unutmang.